Shura qabilasi ming yillar davomida tashqi dunyodan yiroqda yashab, o'zining urf-odatlari va sirli marosimlarini saqlab kelgan. Ularning erkaklari yer yuzidagi eng qo'rqmas jangchilar sifatida tanilgan bo'lsa, ayollari esa eng go'zal ayollar deb e'tirof etilgan. Shura qabilasining yuragida 3000 olam afsonasi yotadi. Bu afsonaga ko'ra, borliqda 3000 ta sirli olam mavjud bo'lib, ularga kirgan inson ruhiy va jismoniy sinovlardan o'tib, har bir g'alabadan so'ng navbatdagi olamga qadam qo'yadi. Bu olamlar Shura qabilasi tomonidan kashf etilgan va ular orasida faqat 300 dan ortiq olamni zabt etganlargina Ashura unvoniga ega bo'lishi mumkin edi. Bu ularning qabiladoshlari nazarida yarim iloh darajasiga ko'tarardi. Ammo butun tarix davomida hech kim 3000 ta sirli olamni zabt eta olmagan edi. Bu afsona, bu orzu faqat bitta inson tomonidan haqiqatga aylantirildi, Martis tomonidan. Martis bolaligidan buyuklik sari intilgan. U har kuni o'z ustida ishlagan, kuchini oshirgan. Birin-ketin sirli olamlarni bosib o'tgan. Har bir olamda u son-sanoqsiz jinlar va mavjudotlar bilan jang qilgan. Har bir g'alaba unga ichki quvonch va yuksaklik tuyg'usini bergan. Yillar, ehtimol asrlar o'tgan bo'lishi mumkin. Hech kim aniq bilmaydi, ammo Martis oxirgi eng dahshatli sirli olamga yetib keldi. U yerda mag'lubiyatga uchragan, umidsizlikka tushgan, lekin baribir taslim bo'lmagan. O'zining g'alabaga bo'lgan chanqoqligi ikkita ulkan qilichga, Ashura tishlari deb nomlangan qurollarga aylantirildi. Kunu tun son-sanoqsiz marta u jinlar bilan kurashdi. Nihoyat u 3000 ta olamning barchasini zabt etdi. Bu bilan u birinchi va yagona Ashura qiroliga aylandi. Endilikda Martis 10 millionlab Ashuralarga hukmronlik qiluvchi afsonaviy shoh, Shura xalqining faxri va orzusiga aylangan buyuk jangchi sifatida tan olinadi.